Ochilmayapman, qo'lchalarim kichkinalik qilyapti. Hammaga assalomu alaykum. Bilaman, meni videolarimni hammanglar bitta qoldirmasdan ko'rasizlar. Menga hasad qiladigan dugonalarim, salom. Menga bugun yangi yilga Lagom brendidan sovg'a kelgan. Faqat menga, chunki mendagi bloger bu dunyoda yo'q boshqa. Menga hasad qilmasdan havas bilan qarasanglar, sizlar ham shunaqa zo'r bloger bo'lib ketasizlar va sizlarga ham shunaqa zo'r sovg'alar podarka qilishadi. Birinchi etajida shunaqa shirin o'zimga o'xshagan momiqqina podstavka kosheloklar bor ekan. Menga juda ham yoqdi. Lagom sizlarni yaxshi ko'raman. Ikkinchi etajida esa ochilmayapman, qo'lchalarim kichkinalik qilyapti. Aytmayman, menga o'xshagan shirin ekan narsalari qaranglar. Men o'zi umuman bo'yanmayman, lekin agar sizlar bo'yanadigan bo'lsanglar, shunaqa makiyajlarni ham, hamma kirlarni ham, SPF'larni ham o'chiradigan shunaqa gidrofilni masla ishlatishinglar kerak. Bundoq qilib yuzimizga suramiz. O'zi yuzimda umuman makiyaj yo'q, ko'ryapsizlarmi? Men tabiiy chiroyliman-da, shunaqa. Buni yuzingizga ishlatib bo'lganingizdan keyin iliq suvda yuvorasizlar-da, keyin men bu penkasida yuvasizlar. Men hozir yuvib, keyin qaytaman sizlarni oldingizga. Ketib qolmanglar hech qayerga, xo'p? Devchonki, men yuzimni yuvib keldim. Men Lagom mahsulotlarini oldin ham ishlatganman, lekin menga shunaqa yangisini jo'natib yuborganligidan men juda ham xursandman. Keyingi ishlatadigan narsamiz bu shunaqa uvlashняющий сыворотка. Lagom har bitta mahsulotini ustida not too little, not too much deb yozilgan. Ingliz tilida men 85 IELTS'im bor, sizlar uchun tarjima qilib berishim mumkin. Tarjimasi shuki, unaqa ko'p emas, unaqa kam emas degani. Rostdan ham shunaqa. Ularning mahsulotlari sizlarni yuzinglarni quritib yubormaydi ham, effektini ham srazu bilasizlar. Bunisi esa shunaqa peeling gel hisoblanib, ertalab ishlatsanglar, yuzinglarni qurib ketgan zonalaridan xalos bo'lasizlar. Oxirgi ishlatadigan narsamiz esa yana ololmayapman. Qo'lchalarim kichkina-da. Shunaqa chuqur namlantiruvchi krem. Mendagi qo'lchalari kichkina qizlarga qaranglar, nima o'ylab topishibdi. Shunaqa qoshiqchasini olasizlar-da, bundoq qilib yuzingizga surasizlar. Shirinligini qaranglar. Menga Lagomda yana yoqadigan bitta xususiyati bu ularning hidlari. Men boshqalarga umuman o'xshamaydigan va pishi boshqacha qiz bo'lganim uchun menga nozik hidlar yoqadi. Lagom brendi yangi yilga atalgan sanoqli shunaqa boksiklardan birini menga jo'natgani uchun endi men maza qilib ishlatib yurishim uchun menda Lagomning shunaqa karta nabori bor. Agar sizlar ham menga hasad qilmasdan havas qilib shunaqa zo'r bloger bo'lsanglar, sizlarga ham Lagom shunaqa chotki narsalarini jo'natadi. Obunachilarimga esa воздушный поцелуй jo'natib qolaman. Xayrli tun.